Davom ettiramiz. Keyingi milliy sertifikat misoli. Endi mana bu yerda ketma-ketlik berilyapti. 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi va hokazo 9 ning kubi. Buni ishlashni eng oson yo'li mana bu formulalarni yodlab qolish. Endi biz hozir 3-formuladan foydalanamiz. 3-formulani mana ikkinchi tomondagi mana n nimani bildiradi? Bu mana shu ketma-ketlikka kelgan oxirgi sonni bildirar ekan. Bizning ketma-ketligimizdagi oxirgi son 9 ga teng. Formulaga qo'ysam 9 ning kvadrati ko'paygan 9 plus 1 ning kvadrati bo'lingan 4 bo'lar ekan. Yana shuni bo'lib qo'yisham kerak ekan. Mana bu kasr chizig'ini endi men bo'luv qilib yozib qo'ydim 2025 ga. Endi buni tez ishlab qo'yadigan bo'lsak, mana bu 81, mana bu 100 bo'ladi. Bu bilan ketsa 25. 25 ni 81 ga ko'paytirsak 2025, 2025 ni 2025 ga bo'lsak javob 1 chiqar ekan. Osongina javobni topib olsa bo'ladi. Formula kallaga kelmay qolgan paytda nima qilish kerak? Formula kallaga kelmay qolgan paytda 9 gacha sonlar ko'p emas. Ularni kubini ham hamma yoddan biladi. Misol uchun 1 ning kubi, men ko'pchilik bolalarga darajalar mavzusini tushuntirganimdan keyin yodlashga buyuraman. Ko'pchilikni xatosi shuni yodlamaydi. Mana shunaqa holatlarda ishlatib ketish mumkin yodlasa. Demak 1 ning kubi bu 1, 2 ning kubi bu 8, 3 ning kubi 27, 4 ning kubi 64, 5 ning kubi 125, 6 ning kubi 216, 7 ning kubi 343, 8 ning kubi 512, 9 ning kubi 729. Mana shular hammasini qo'shib chiqib bo'ladigan bo'lsa 25 ga, 2025 ga, demak javob baribir ham 1 chiqar ekan.